Yaxshimisan? Assalomu Zo'rmisan? alaykum. Yangi transformator qo'yibsizlar. Eskisi bo'lmaydimi? Yo'q, bu o'chmasliklarmi bu? Nima bu? Yo, bu transformator emas, bu hozir zamon talabiga moslashgan Ha? elektromobil gibridlarda zaryadlovchi quvvat moslamasi. Aytdim, mamlakatlari bu buni deb. Ha. Boshqa quvvatlovchi moslamaga qaraganda narxi ham arzon. 1800 so'm kilovati shunaqa oladi. Mashinani olib kelsam, necha minutga to'ldirib berasan? 40 minutlar atrofiga polna to'ladi, hoji. 40 minutga to'ladimi? 40 minutga to'ladi. Sigaret chokkancha eganda, ha? Chokkan esi. Nost eritgan chayganda. Bo'ladi. Bo'ldi, bo'lmasa men Nexia 2 legandam qani, o'shanga bir to'ldirib ber, faqat og'irlashib ketmaydimi Nexia? Ayo, hoji, bu Nexia 2 benzin bilan yuradi. Bu tokli gibrid, BYD elektromobil hammasiga ketadi. Ha, menga moshin purish sotayotgan payt gibrid bu degan edi-ku. Ha, hazillashib qo'yganda, hoji. Hazillashganda, ha, bo'lmasa jo'rajon gapga eshit. Ertaga bizlar sinfdoshlar bilan yubiley qilyapmiz 70 yilligi. Sinfdoshlarim hammasi 70 ga kiray deb tirishib yashab yuribdi. Shu uchun ertaga mening o'g'illarim BYDmi yoki bir Volkswagen sovg'a qilyapti gibrid. O'shanga to'ldirib berasan, kelaman, ha? 12 yarim. Baraka toping. Mana shu yer kelasiz. Malikbog Tuning Car Center o'ta sifat shaurmaxona bu. Ro'parasi. Ro'parasiga. Ahmad Shashlikchini ham ro'parasi. Ahmad Shashlik, sartaroshxona 4 etajlik, bu ham alohida. Gigantni yoni. Gigantni yoniga. Ha. Kelaversin. Yangi bozor yo'nalishi. Yangi bozor yo'nalishi. Bo'ldi, tamom, men ertaga kelaman. Do'sti, birodarlar, hammasini olib kelasizlar. Bo'ldi. Olamiz. Xudoy qilasanmi? Xudoy qilamiz. Bo'ldi, tamom. Gap bitta, quloq ikkita. Tamom, jo. Bo'ldi.